Azizlar, 2 kun Qashqadaryoda ijodiy safar bilan chiqqandim. 2 kunda o'zi mana Surxondaryoni sog'inib qoldim. Bu videoni Surxondaryomiz sog'inib yurgan aziz vatandoshlarımızga yuborib qo'yamiz. Siz Surxondaryoni qaysi tumandansiz, shahardansiz, o'z fikringizni yozib qoldiring kommentariyada. Podpiska bo'lmaganlar podpiska tugmachasini bosib qo'ysin. Surxondaryo Olg'a. Surxondaryom ona vatanim, didoringni sog'inaman. Surxondaryom ona vatanim, didoringni sog'inaman. Bir kun bo'lmasam men bag'ringda, qanoti yo'q qushga o'xshayman. Safarlarda o'zga yurtlarda sog'inib to'lg'onib yashayman. Surxondaryom ona vatanim, didoringni sog'inaman. Surxondaryom ona vatanim, didoringni sog'inaman. Bir kun bo'lmasam men bag'ringda, qanoti yo'q qushga o'xshayman. Safarlarda o'zga yurtlarda sog'in